Blogerlar iltimoslardan şu videomuzni Instagram gelib tushirib beringlar. Vodnikda 7-ko'chaning to'g'risida joylashgan. Bir-ikki blogerlar aytibdi ekan. Joyini ham sotsak, agar iloji bo'lsa bepul tushirib beringlar, pul so'raganlar bo'libdi. İltimos qilib qolar edik. Qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar, shu qizimni saqlab qolaylik. O'zim bir alomat bermay turibman. Assalomu alaykum obunachilar, sog'misizlar, omonmisizlar? Yaxshilik qiling deb proyekt olib biz bugun 30-sonni olamiz. Bu videomuzni iltimos qilar edik tadbirkorlarga, blogerlarga tarqatib beringlar, istoriyalarga qo'yib beringlar. Xudo xolasa pensiyam tushsa, plastikama pul tushsa deb o'tiradiganlar bo'lsa, tarqatib qo'yinglar, sahnaiyat qilib qo'yinglar. Dim zarur bo'lib tutdilar ekanlar. Iloji yo'q, 4 oy oldin tushirdik. 18 yoshida Dilafruz ukamiz yana ahvoli og'irlashgan. Aziz o'zlaringiz ham ko'rasizlar, to'liq videosi YouTube'da Karimboy Sobirov kanalida chiqardik. Ko'ringlar. İlojsizlikdan $30,000 kerak ekan. $40,000 bo'ladigan bo'lsa, yo'l puli bilan bordi keldisine ketadi ekan. Indilikda shu uyini sotacak ekan. Bu uyimizni Sardar Rahimxon bulara ehson qilib bergan ekanlar. Hamma narsasini tayyor qilib bergan, to'g'ri kirib yashaganlar, endi shuni hamma narsasi bilan sotacaklar. Videoni to'liqi YouTube'da Karimboy Sobirov kanalida chiqardik. Dilafruzni o'zidan bir ko'rsatib beramayman. Hepke ozgina tushuntirib bering, nov kasalligi bo'yicha. Yo'q, almashuv buzilishi deb ana o'zlarimizda shuning degan ne qo'yildi. Tashxising? Adrenal lekodistrofiya. Deb shuni tashxis qo'yilgan. Yurmaydi, harakatlanmaydi. Yana mujur orqaga qaytgan, 4 oy oldin avgustda gap tushirganman. Yana vez tashlagan. Endi hol yo'q. O'zini tutib turmaydi, tashlaveradi. Akamizni turmush o'rtog'i qaytishgan ekanlar. Undan keyin balasi, o'g'li bor, bir o'g'il bir qiz adangizda. O'g'lim 3 kasallik bo'yicha kasallanib 7 yil yotgan ekanlar, 7 yil. Endi yana musibatning izidan yana musibat kelib, qiz ham shunday bo'ldi. Boshqa hech kim yo'q, ota-onasi ham yo'q ekan akamizni. Shu joyni Sardar Rahimxon har bir detalini adam qo'yib berganlar. Konditsionerni adam, shkafini adam, gilamlarini adam, jaluzi, lyustratsiya qo'yib bergan ekanlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin odamdan. Endi shu narsalar bilan birgalikda joyini ham sotacak. Menga qizim kerak deb turibdi. Befarq bo'lmanglar. YouTube'da to'liq Karimboy Sobirov kanalida chiqarganmiz, joyini ko'rsatib berdik. O'tib ko'ringlar. Dim bo'lmasa bir like bosib beringlar, iltimos qilar edik sizlardan. Tadbirkorlarimizga yetib borsin. Sportsmenlar bor, boksyorlar, futbolistlar bor. $40,000 amallasa bo'ladi, xudo xolasa birgalikda. Shu qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar shu qizimga. Duo etinglar. Bugun juma, saqlab qolali. Blogerlar iltimoslardan shu videomuzni Instagram gelib tushirib beringlar. Vodnikda 7-ko'chaning to'g'risida joylashgan. Bir-ikki blogerlar aytibdi ekan. Joyini ham sotsak, agar iloji bo'lsa bepul tushirib beringlar, pul so'raganlar bo'libdi. Iltimos qilib qolar edik. Shu qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar, shu qizimni saqlab qolaylik. O'zim bir alomat bermay turibman. Ya yotadi, yechira tura olmaydi, taratam, tindan hamma narsa. Yo'q, hech alomat bermaydi. Kalaskada yurib, kutarib kalaskaga qo'yadi ekanlar. İltimos qilamiz sizlardan. Bir dana farzandi bor, yechira chiqib ishlab, bir dana ishonasizlarmi? 1,100,000 so'm pensiyasi bilan o'shib o'tibdi ekan. Hech qanday mahalladan ham yordam yo'q ekan, obunachilar. 1,100,000 so'mni shu bir oyga yetirib o'tibdi ekanlar. İltimos qilamiz sizlardan. Yordam beringlar. Yig'lamang aka. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Qarab turmaydilar, yordam beradilar. Shu qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Yordam bermaganlar shu ko'p duo etinglar, ko'p duosi ijobat bo'ladi. Çok ketadi. Xudoyim mendan bir mo'jizalar ko'rsatib, shu qizim yaxshi bo'lib ketgan. Gece gündüz şunu nesindemen benim dilek şu qizim. Jami $40,000 pul kerak ekan obunachilar. $30,000 so'rabdilar. Keyin bordi keldisi, yana u licheniyalar bo'ladigan bo'lsa da zapas bilan $40,000 kerak deb turibdi endi. Plani bo'yicha xudo xolasa. Dumolsa 30,000 bilan ham chiqib ketaveradilar. Xudo xolasa. Uy sotiladi, xudo xolasa uyni ana. Sotamiz uyni, boshqa ishim yo'q, men sotaman. 3 xonali kvartira ber, hamma yer ro'yxat bo'lgan $40,000 sotasiz. Tamam. Yine videoni yaqinlaringizga iltimos tarqatib beringlar.